Hurmatli obunachilar, mana W17 ekskavatorimizni Farg'onaga chiqarib beramiz. Joyimiz Arkuloda, ko'rasizlar. Mana kabinali variantlar ham kelgan. W30 modeli bo'ladi bu. Bu yerda boshqa texnikalarimiz ham bor. Traktorlarimiz, boshqa narsalar, pluglar, qolgan narsalar kerak bo'lsa ham ko'rasizlar. Bu ekskavatorimiz Farg'ona Buvaydaga ketyapti. Dastavkalar bilan qilib beramiz. Bu yerda mana 160 lik frezamiz Namanganga ketyapti. Agar 160 lik, 180 lik frezalar kerak bo'ladigan bo'lsa ham tepada past nomerimizni yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqasizlar. O'rtoqlar hammaga. Hozir bizda ekskavatorimiz V17 modelimiz sotildi. 28 ot kuchli. Hop buni hozir Farg'ona viloyati Buvayda tumani Bachqir qishlog'iga olib borib beryapmiz. Dastavka qilib, mana shu akam oldilar, mana borib ishlatib, bizga chiroyli qilib video qilib tashib berar ekanlar. Biz tayyormiz mini ekskavatorga. Rahmat sizga. Yaxshi etib oling, yaxshilik ishlating. Hammaga rahmat. Bizga obuna bo'lib qo'shishni unutmanglar. Ekskavatorimizni ortib berdik. Hop, buni ishlatib, tekshirib, moylarni qo'yib, salarkalarni qo'yib, hammasini tekshirib, keyin ortdik. Arkuloga kelaverasizlar, ko'jonlar. Hop, pastda tepada nomerimizni yozib qoldirdik. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.